Dilingiz og'rigan paytda yoningizdagi og'riqni bo'lishib, sizga dalda bo'lgan vafoli do'stingiz bormi? Agarda shunaqa do'stingiz bo'lsa, siz hayotdagi 3 eng qiymatli ne'matlardan biriga ega bo'lgan insonsiz. Hayotimizda qiyinchiliklar bo'ladi. Yo'qotishlarimiz, mag'lubiyatimiz, xiyonat ko'rishimiz, yiqilishimiz. Lekin ana shu paytda bizani qo'limizdan tutadigan, orqamizga suyanch bo'lib bera oladigan vafoli do'st bu go'yoki o'sha og'riqlarni siz unutasiz, lekin o'z do'stingizni qilgan sizga yordamini, yoningizda bo'lgani qalbingizda doim iliqlik berib, sizni ilitib turadigan bir shamdek kuch bo'ladi. Agar hayotingizda shunaqa do'stingiz bo'lsa, siz juda ham baxtli insonsiz. Siz hayotdan qo'rqmasdan turib bera oladigan kuchga egasiz. Bu videoni qaysi do'stingizga yuborishni ham o'zingiz bilasiz.